Barchaga assalomu alaykum. Tibbiyot Tibamed shirkatiga oid kollagen mahsuloti sotuvda mavjud. Ushbu mahsulotning foydali taraflari juda ham ko'p. Asosan preparat ko'p miqdordagi makro va mikro elementlarni o'z ichiga oladi, ya'ni vitamin C. Undan tashqari yog' kislotalarini o'z ichiga olib, tabiiy ozuqa kompleksi hisoblanadi. Asosan ushbu mahsulot artroz, osteoxondroz, oshqozon ichak trakti, bundan tashqari biriktiruvchi to'qimalarda yallig'lanish muammolarida juda ham yaxshi. Terining qarishi jarayonini oldini oladi. Asosan ushbu mahsulotimizni ayollar va erkaklarga tavsiya etamiz. Ayollarda o'sha noto'g'ri kosmetikadan foydalanish, terining quruq qolishi, tug'ruqdan keyingi ajinlar, dog'larda, terining o'sha namlik yetishmovchiligida juda ham yaxshi. Bundan tashqari yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, immunitetning pasayishi, oyoq, bo'g'imdagi og'riqlarda, suyak yemirilishi, oyoq faoliyatidagi muammolarda juda ham yaxshi. Kollagen preparati muntazam ravishda ishlatish yuzni sezilarli darajada yoshartiradi. Ya'ni o'sha yuzingizdagi ajinlar, dog'larni yo'qotishda samarali vositadir. Sochlarni mustahkamlaydi, to'kilishini, oqarishini oldini oladi. Shuningdek, sochlarning tabiiy rangini, pigmentlarini tiklab beradi. Bundan tashqari, kollagen preparati terining elastikligini yaxshilab, o'zgarishlari juda ham yaxshi seziladi. Bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Suyaklar mo'rtligida, tayanch harakat tizimi kasalliklarini oldini oladi. Bugungi kunda ushbu mahsulot sotuvda mavjud. Faqatgina original Tibamedda, ya'ni gologrammali plombalangan holatda bo'ladi. Tanlovda adashmang.